Assalamu alaykum Uyg'ur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz lager shoirlarimizdan biri bo'lgan Gulbahor Jelilova xonim bilan suhbat elib bormoqchi. Gulbahor xonim, kanalimizga xush keldingiz. Assalomu alaykum, xush bo'ldim. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Men Gulbahor Jelilova 4 bolaning onasi, Qozog'iston fuqarosi, Qozog'iston vatandoshi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yaqindan beri muajiratga bir qism Uyg'urlar vatanga berib urug' tuqqanlarni yo'qlab keladigan ahvollar sotsial medialarda ko'payib qoldi. Sizcha buning Uyg'ur davosiga qanday ta'siri bor? So'zlab bergan bo'lsangiz. Men 2 yil Xitoyning Ig'ir jazo lageridan Kanşuso'dan chiqqanimga 5 yil bo'ldi. 2 yil Turkiyada turdim. 3 yil bo'ldi mana Fransiyada yashayapman. Shu meni Xitoylar aldab chaqirtib meni mollaring tayyor bo'ldi, to'yim bo'ldi, sening mollaring turdi, kamsan yutib ketdi deb meni aldab chaqirib, shu men Uyg'ur bo'lgan uchun, musulmon bo'lgan uchun shu meni shu Kanşuso'da 1 yil 3 oy 10 kun turdim. Shu men chet ellik Qozog'iston vatandoshi bo'lsam, meni hech qanday aymay Qozog'istonlik demay, meni yaqindan shu shifinchi Xitoyning kimliklarini chiqarib, ashaqda Uyg'ur qarindoshlarim bilan, hadlarim bilan, sonlarim bilan ashaqda zulm chekib, ashaqda shu ig'ir shundaq jazo lagerlarida Kanşuso'da yatdim. Men yangi tutgan vaqtida meni so'roq tatgan vaqtda mening pasportim shular qo'lda. Meni shu bir Xitoyniki buni qog'ozni men berdi. Bu yerda men bilmayman u nima yozilib. Men ularga dedim, men Xitoycha o'qiyamayman, Uyg'urcha o'qiyamayman, men tarjimon ya avokat beringlar dedim. Ular sen bizga hech qanday huquqing yo'q. Savol qo'yganға, biz sen nima desak shuni qilsa deb, shu mashinaga meni 1 yil 3 oy 10 kun har xil bosqinchiliklar bilan shu qog'ozga qo'l qo'ydirishga majburladi. Men qo'l qo'ymadim. Agar men qo'l qo'ygan bo'lsam, o Xitoylar yana debdi, mana Qozog'istonlik bir Uyg'ur yana terroristlik deb shu mana shu hukmni chiqardi, mana mush qog'ozni qo'limga berdi. Mush qog'ozga qo'l imzo etishga 1 yil 3 oy 10 kun meni majburladi. Nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz ashaqdagi yosh qizlar shu bardashni beramay mashaq imzo etib, ularni o'lim jazosi berib, jig'nisib, uxiltib o'tirishga majburlandi. Men chet ellik tutsam, meni ashaq shifinchi yag'an Xitoyning kimliklarini qilib, meni zo'rlab tutib turdi. Agar o'sha vatanda tug'ilib o'sganlar masharatda chet elda turayotgan bo'lsa, Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston vatanimizga borsa, ularni aymay shu jazo lagerlarida so'laydi. Shuning uchun tavsiya qilmayman, hargiz o Xitoyga aldanib, u yoqqa bormasqa. Bir necha yilning beri Xitoy kommunistlarining jazo lagerlarida va turmalarda yetib, shu zulmning ta'min tetigan Qalbinur Siddiq, Mehrigul Tursun, Zumrat Davud, Sayragul Savutbay, Janargul Jumatay, Gulbahor Xativaji, Ömer Bakali ve siz Gulbahor Jelilova qatorliq shoirlarimiz to'xtamay guvohlik berib, da'voyimizning xalqaro kun tartibiga kelishiga turtkilik rol o'ynayapsizlar. Yo'l ochilibdi, vatanga berib kelsak deb bu qarindoshlarimizning bergan guvohliklarini yolg'onga chiqaribla qolmay, da'voning ziyonga uchrashi mumkin. Bu masalaga sizning ko'z qarashingiz qandaqdir? Albatta men shu 20 kun bo'lganda men Turkiyaga kelib, shu guvohlik berishga boshladim. Hargiz Xitoydan qo'rqib qolmadim. Hozirgi bugungi kelgan kunigacha men Xitoy tahdid qilyapti. Kun haftada bir qatam, bir oyda bir qatam men telefon urib turyapti Xitoyning nomeri bilan. Men o Xitoyning nomerlarini olmayman.
Men deydiğinimki şu Xitayla qo'qanchaq, Xitaydan hergiz qo'rqmash kerak. Guvohliklar berish kerak. Hozir shu media orqali butkul nimalarni biz qanday nima degan bo'lsak, Xitaylar anglab turdi, ko'rib turibdi. Shuning uchun Xitaydan qo'rqmasdan guvohlik berib, mesela tashviqot berish kerak. Biroq hozir mush vaziyatda shu vatanimizda butkul aşağı lagerlar, türmeler silinib ketdi. Shuning uchun berishga u yoqqa berishga mumkin bo'lsa bormagani yaxshi. Siyasi başpanalık degan nima? Diasporadik Uyg'urlar siyasi panohlik tilab va yoki sig'inib pasport tilab bo'lgandan keyin vatanga yugursak bo'lamdi. Bu haqda tushuncha bersangiz. Men siyasi panohlik mesha tilab o'tiryapman. Men shu Uyg'ur deb panohlik tiladim. Meni qabul qildi. Yana endi ashta Uyg'ur deb turib biz panohlik elib yana vatanga borsak, u xoin bo'ldi, vatan satqini bo'ldi deb men o'zim ashta o'ylayman. Har bir Uyg'ur shu panohlik olgan Uyg'ur o'zga tushliq shu medialarda guvohlik berib tuqqanlar uchun, qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun guvohlik bergani yaxshi deb o'ylayman. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtirayli. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Gulbahor xonimga rahmat aytaman. Ko'rinmalarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar.